O'zgidromet shoshilinch ogohlantirish bilan chiqdi. Salom do'stlar, kanalda yangi bo'lsangiz obuna bo'lishni unutmang. Like bosgan insonni Xudoyim doim qo'llasin. Joriy yilning 8-9 aprel kunlari kutilayotgan yog'mur yog'ishi sababli respublikaning tog'oldi va tog'li hududlarida sel suv toshqin hodisalari yuzaga kelishi kutilmoqda. Bu haqda O'zgidromet ogohlantirishni e'lon qildi. Quyidagi hududlarda sel suv toshqin hodisalari yuzaga kelishi mumkin. Qashqadaryo viloyati, Surxondaryo viloyati, Samarqand viloyati, Jizzax viloyati, Toshkent viloyati, Namangan viloyati, Farg'ona viloyati, Andijon viloyatining tog'li hududlarida sel suv toshqin hodisalari yuzaga kelishi kutilmoqda. Tog'oldi va tog'li hududlarda istiqomat qiluvchi fuqarolar, dam oluvchilar hamda tog'li hududda harakatlanuvchi haydovchilardan ehtiyotkorlik choralarini ko'rishni so'rab qolamiz. O'zingiz va oilangizni asrang. Sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan xabarlar shu edi. Salomat bo'ling. Bizni kuzatishda davom eting.